Ko'pchilik koinot sirlarini shunchaki odamlarning taxmini deb o'ylaydi. Aslida bunday emas. Kechagi qora tuynuk haqidagi videodan keyin bugun sizga Qur'onda nomi kelgan eng dahshatli jismlardan biri haqida ma'lumot beraman. Undan avval kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shu oy oxirigacha 5000 ta bo'lishimiz kerak. Bu fazoni tom ma'noda teshib o'tuvchi Toroq yulduzi. Qur'oni Karimning Tariq surasida tunda paydo bo'luvchi va teshuvchi yulduz haqida keladi. Zamonaviy astronomiya 20-asr oxiriga kelibgina bu nimaligini tushunib yetdi. Bu pulsar, ya'ni o'tazich neytron yulduzidir. Tasavvur qiling, uning birgina choy qoshiqdek bo'lagi Yerdagi barcha tog'lardan ham og'irroq, qariyb 1 milliard tonna tosh bosadi. Nega u teshuvchi yulduz deyilgan? Chunki bu yulduz o'z o'q atrofida soniyasiga yuzlab marta aylanadi va fazoga juda xavfli radiatsiya nurlarini otadi. Uning nurlari va magnit maydoni koinot fazosini tom ma'no bilan teshib o'tadi. Agar siz unga yaqinlashsangiz, uning magnit maydoni tanangizdagi har bir atomni shu zahoti cho'zib, yo'q qilib yuboradi. Eng qizig'i, bu yulduzlar koinotda xuddi birov eshikni taqillatayotgandek taq 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 degan dahshatli ovoz chiqaradi. Buni olimlar teleskop orqali yozib olishgan. Ovoz qanday yozib olinishini oldingi videodan bilib olishingiz mumkin. Yana bir qiziq fakt. Bu dahshatli yulduzlar koinotdagi eng aniq soatlardir. Ularning aylanish aniqligi shunchalik mukammalki, hatto Yerdagi eng aniq zamonaviy atom soatlari ham ularning oldidan adashib ketishi mumkin. Koinotdagi bu mukammal tartib tasodif bo'lishi mumkinmi? Sizning fikringiz qanday?